u tutun barcha odamlarni o'rab olur. Bu alamli azobdir. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. Ey Rabbimiz, bizlardan bu azobni aritgin. Albatta bizlar iymon keltiruvchidirmiz deb iltijo qilurlar. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. Ularda qayoqdan ham eslatma bo'lsin, holbuki ularga aniq payg'ambar kelgan edi. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. So'ngra undan yuz o'girdilar va unga Qur'on birovlar tomonidan o'rgatib qo'yilgan, u majnun dedilar. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. Biz bu azobni sizlardan biroz arituvchidirmiz. Sizlar ham o'z kufru isyonlaringizga qaytuvchidirsiz. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Dahshatli tutish bilan tutadigan kunimizda, Badr jangida yoki qiyomatda biz intiqom oluvchidirmiz. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. Biz ulardan ilgari Fir'avn qavmini ham imtihon qilganmiz va ularga bir ulug' payg'ambar Musa kelgan edi. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. U ularga degan edi: Sizlar menga Allohning bandalarini, Isroil avlodini topshiringiz. Albatta men sizlar uchun ishonchli payg'ambardirman. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. Allohga kibr qilmangiz. Men sizlarga payg'ambar ekanimga aniq hujjat, mo'jiza keltirurman. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. Men Rabbim va Rabbingizdan meni toshbo'ron qilishlaringizdan panoh so'radim. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. Agar menga iymon keltirmasangiz, u holda mendan chetlaningiz. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. Bas u Parvardigoriga ular jinoyatchi qavmdir deb duo qildi. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. Bas Musoga vahiy bo'ldiki, bandalarim Isroil avlodi bilan birga tunda yo'lga chiqqan. Albatta sizlarning izingizga tushilur, ortingizdan Fir'avn ta'qib qilur. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. Dengizni sokin qo'yavergin. Ular g'arq qilinuvchi qo'shindir.
كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. ular qanchadan qancha bog'larni, chashmalarni, ekinzorlarni va so'lim joylarni qoldirib g'arq bo'lib ketdilar. ونعمة كانوا فيها فاكهين. Yana qanchadan qancha o'zlari bahramand bo'lgan ne'matlarni qoldirib ketdilar. كذلك وأورثناها قوما آخرين. Mana shunday biz u ne'matlarni boshqa qavmga meros qilib berdik. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Bas ularga osmon ham, yer ham aza tutib yig'lagani yo'q va ularga tavba qilish uchun muhlat ham berilmadi. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. Dar haqiqat biz Isroil avlodiga xor qiluvchi azobdan najot berdik. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. Fir'avndan. U haqiqatan mutakabbir va haddan oshuvchilardan edi. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. Dar haqiqat biz ularni Isroil avlodini bilgan holimizda olamlardan odamlar ichidan tanlagan edik. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. Yana ularga mo'jizalardan zamirida aniq sinov borlarini ato etdik.